Germaniyada qish hamma yo'q oppoq qor bilan qoplangan. Germaniya klinikalarida tibbiyot xodimlari uchun ajoyib sharoitlar yaratib berilgan. Bu yer tibbiyot xodimlarining dam olish xonasi. Bu yerda nonushta, obed, ujin qilishingiz mumkin. Eng qizig'i, hech qanday kamera yo'q. Germaniyada ishlash davlat muassasalariga, klinikalarga kamera qo'yish jinoyat hisoblanar ekan. Bu xodimlarga bosim o'tkazish, erkinligini cheklash, kasallarga bosim o'tkazish, erkinligini cheklash sifatida qaralar ekan. Eng alam qiladigani mana bu spirtda. Buni hech qayerga yozmaysiz. 05 ishlatdim, 010 ishlatdim deb kirim chiqim daftari yo'q. Xohlaganicha qo'lingizga spirtlaysiz. To'g'risi, yana bir qizig'i tibbiy qo'lqoplar. Bu ham umuman hech qayerga yozilmaydi, hech qayerga kirim chiqim qilinmaydi. Mana tibbiyot sohasida ishlash juda oson O'zbekistonga qaraganda. Lekin bizni tibbiyot xodimlarimiz malakasi, bilimi yetarli bo'lyapti.